bugun studiyamizda mehmon bo'lmoqda. Albatta, Rohat Jo'rapa Jumaniyozovani mamnuniyat bilan studiyamizga taklif qilamiz. Qani, marhamat, keling. Kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo. Lekin hammani yurtimizdagi hammani mustaqilligimizning 30 yilligi bilan muborakbod etaman. Baribir hozir ham hayajondaman to'g'risi. Bu narsani umuman kutmagandim. Farmon chiqqandan keyingi kutuvni qilib kuzatdim. Mana. Mukofotni olgan vaqtida hayajonlari ham bor. Endi tadbirkorlik haqida suhbatlashsak, mana viloyatimizda eng keyingi tumanlardan biri. Keyingi bunga qaramasdan o'zini rivojlanishi, taraqqiyot bilan boshqa hududlarga qolishmaydigan Dorqala tumanida siz o'zingizni yo'lga qo'ygan. Va ancha yillar bo'lgan. Hozir sohibga qo'yilgan. Qanday boshlagansiz? Nimalar bundan xursand bo'lgan? Keyin avval yo'llar taqsimladi. Vaqtning asosini
bitirdim. Birinchi darajali imkoniyatlar keng yaratildi. Endi bu yog'iga nimalar imkoniyatlar boshqa mamlakatlarda tadbirkorlar uchun bo'lmaydi. Hamma narsani faqat prezidentimiz shu darajada imkoniyat yaratdi. Sizga o'xshab tadbirkorlik qilaman vaqt qilgan ayollarimizga qanday bir so'zlarni aytgan bo'lardingiz? Mehnat qilgan odam hech qachon xor bo'lmas ekan. Qachon bo'lsa ham baribir natijasini